Salom do'stlar, bu yana men Juratbek Atajonov, MAP akademiyasi bitiruvchisi va mentor bo'lib hozirda faoliyat olib boraman. Bugungi videomizda biz siz bilan chet eldan olib kelingan telefonning IMEI kodini qanday ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Bu videoda men sizlarga hozir juda tushunarli va sodda tilda o'rgatishga harakat qilaman IMEI kodini qanaqa ro'yxatdan o'tkazishni. Chunki agarda siz buni bilmasdan turib, shu videoni ko'rmasdan turib, telefoningizni ma'lum bir programmistga yoki ustoga, ya'ni qo'pol aytganda kompyuter ustosiga olib borsangiz, sizdan kamida 200 ming so'm, 300 ming so'm atrofida mablag' so'raydi. Agar siz bu videoni ko'rib turib, ofitsialniy o'zini veb-saytidan ro'yxatdan o'tkazib, davlat uchun bo'lgan to'lovni qilsangiz, adashmasam, eng qimmati, ya'ni vaqt o'tib ketgan bo'lsa, ma'lum bir qo'ygan muddatidan 100 ming so'm atrofida pulingiz chiqadi. Ya'ni osongina klik orqali o'tkazib yuborsangiz bo'ladi. Buning uchun hozir men sizga qadamma-qadam bo'lib beraman. Birinchi qadamni hozir ko'rib chiqamiz. Endi telefonimizni ekraniga o'tib olamiz. Bu safar kompyuterga emas, telefoningizni ekraniga o'tganingizdan keyin yulduzcha reshotka 06 yulduzcha reshotkani bosasiz va xato yozdik. Yulduzcha reshotka 06 reshotkani bosamiz. Mana avtomatik o'zi IMEI kodlarini chiqarib berdi. Agarda telefoningiz ikkita sim kartali bo'lsa, sizda ikkita IMEI kodi chiqadi. Mana bu birinchi IMEI kodi, bu ikkinchi IMEI kodi. Endi agarda siz bu usul orqali topa olmagan bo'lsangiz, IMEI kodini boshqa usul bor. Ya'ni telefonni ofitsialniy sotib olgan bo'lsangiz, korobka dokumenti bo'lsa demoqchiman. O'sha korobka dokumentini orqasida o'zi IMEI kodlari bir qator bo'lib keltirilgan. Bu ikkinchi usul agar ishlamagan bo'lsa. Siz bu IMEI kodini bir narsaga yozib olganingizdan keyin, siz ofitsialniy saytga o'tishingiz kerak. U saytga hozir o'tib Google'da ko'rsatib beraman. Buning uchun kompyuterimizning ekraniga let's go. Google'ga yozishingiz kerak bo'lgan narsa. Siz endi uni nimada telefonda yozsangiz ham bo'ladi. uzimie.uz deyapti, ya'ni .uz, uzimie.uz bosamiz va bu ofitsialniy saytiga kiramiz. Bu yerda qarang. IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazish holatini tekshirish. Endi men masalan o'zim IMEI'mni ko'rsatib beraman. Hozir mana bu telefonda olgan IMEI'mizni qo'limizga olamiz va bu yerga yozamiz IMEI'ni. Birma-bir yozamiz. Adashib ketmasdan 35 62 28 32 98 32 98 93 157 93 157 tekshirishni bosamiz. Mana tekshirishni bosganingizdan keyin IMEI kod bo'yicha ma'lumotni bizga ochib berdi. Ya'ni bizning ma'lumotimiz ro'yxatdan o'tgan bo'lib chiqdi. Ya'ni Apple iPhone 13 modeli IMEI kodi ro'yxatdan o'tgan ekan, ikkita sim karta uchun ham. Endi agarda sizning telefoningiz Rossiyadan yoki boshqa chet el davlatlardan olib kelingan bo'lsa, bu ro'yxatdan o'tmagan bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, o'zi shu yerda chiqib turadi. Hozir ekranimizda chiqyapti bu yerlarda. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, qanaqa chiqishi, o'sha bo'yicha davom qildirib ketsangiz bo'ladi. Endi agarda siz IMEIdan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ya'ni sizda ro'yxatdan o'tmagan bo'lib chiqadi. U yerga telefon raqamingiz va pasportingiz, pasportni bilasiz, oxirdan 11 ta raqam olinadi. Qizil pasport bo'lishi kerak. Qo'pol aytganda xalq tilida. O'shani kirgizganingizdan keyin siz ro'yxatdan o'tgan bo'lasiz. IMEIdan keyin sizga to'lov qilish bo'limiga sizni otib yuboradi, ya'ni shu yerga yuboradi. Endi siz IMEIdan ofitsialniy saytidan ro'yxatdan o'tib olgan bo'lsangiz, endi telefoningizga o'tib turib to'lov qilishingiz kerak. To'lovni xohlagan bitta klik bo'lsin, payme bo'lsin, ilovalar orqali to'lov qilib olsangiz bo'ladi. IMEI deb qidiruv tizimiga IMEI deb yozsangiz, chiqadi shu yerga kirib turib, siz masalan 69 ming so'm bo'lishi mumkin, 100 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu yerda narxlar chiqyapti. O'shalardan ko'rib to'lov qilib olsangiz bo'ladi, osongina bo'ladi. Siz keyin to'lov qilganingizdan keyin sizning IMEI kodingiz ro'yxatdan o'tganingizdan keyin uni tasdiqlanish muddati 2 kundan 3 kun ish kuni mobaynida bu tasdiqlanadi. Shu yerda yana bir narsa aytib ketishim kerak. Hozir biz UzIMEI veb-saytidan ro'yxatdan o'tdik va shu bo'yicha qanaqa qilib IMEIni kodini ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqdik. Buni boshqacha usullari ham bor. Mana hozir uni ko'rsataman. Yana kompyuterimiz ekraniga o'tib olamiz va UzIMEI veb-saytiga o'tamiz va bu yerdan eng ostki qismiga tushsak veb-saytni bu sizga ko'rsatgan. Buni yana qanaqa usullari borligini birda degan ilovasi orqali osongina ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Shunga kirib turib ilovani yuklab olasiz va bu juda sizning ishingizni tezlashtiradi. Hozir men veb-saytdan qilganimdan ko'ra. Keyin MyGo orqali o'tsangiz bo'ladi. Agarda siz masalan
18 yoshdan kattaroq fuqaro bo'lsangiz, sizni albatta MyGo'da akkauntingiz bo'ladi. O'shaning uchun kirib turib MyGo'ga bemalol emailingizning ro'yxatdan o'tkazib olsangiz bo'ladi. Va oxirgi so'nggi imkoniyat har doimgidek operatorga bog'lanish. Bu yerda o'zi sayt ofitsialniy nomerini berib ketgan 1170 degan, o'shanga bemalol qo'ng'iroq qilib, hozir men ko'rsatgan usullar ishlamagan bo'lsa, ya'ni foyda bermagan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, muammongizni aytsangiz, sizga yechim topib berishadi. Agarda bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariya yozing, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Agarda kommentariyada ma'lum bir muammolaringizni yozib yuborgan bo'lsangiz, biz sizga albatta javob beramiz.